Assalomu alaykum Suz sergilini YouTube obunachilari. Bugungi mashinamiz Suz S06 bo'ladi. Tashqi ko'rinishlari ko'rayotgan bo'lsangiz, uje dizaynlari ancha o'zgargan, eski ko'rinishda sportkarga o'xshaydi. Bu pozitsiyamiz komfort pozitsiyasi bo'ladi. 1.5 turbina motor, 156 ta ot kuchi bo'ladi. Empay dvigatel bilan jihozlangan bo'ladi. Metan, propan hamma narsa ustanovka qilsangiz bo'ladi. Old taraflardan ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zini LED fanlarlar bilan jihozlangan. Undan tashqari o'zini tumankalari ham bor. Keling, operatorimiz yordam berib ichlarini ham, dizaynlarini ham o'pchi ko'rsatamiz. Diskalariga keladigan bo'lsak, ya'ni komfort pozitsiyamizda 18 diska balon bo'ladi, opornilari bilan. O'zini o'zi sovutadi, eng qizig'i. Hadoylariga keladigan bo'lsak, oldi McPherson, orqalari mnogri charsniy bo'ladi. Bularda 360 gradusli kamera bo'ladi. Sensorli datchiklari bilan o'zi jihozlangan bo'ladi. Beskruch dostuplari ham bor, sensorli bo'ladi. Ichlarini ko'rsatadigan bo'lsak, pashti mashinamizda 70% detali koja bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, tepalari, yuk kojalari ham yaxshi nappi kojadan ishlatilgan bo'ladi. Kulchatlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, uje boshqacha dizaynda o'zgartirilgan. Ichlarini ham ko'rsatadigan bo'lsak, kojalari nappi koja bo'ladi. Mashinamiz rullarini ko'rayotgan bo'lsangiz, sportkarlar rulga o'xshaydi. Multimedia deysizmi, ham funksiyalari bor. Ikkita rejimda yuradi. Eco va Sport. 0 dan 100 gacha tezlanishi 9 soniyada tezlashadi. Tezlanishi ham ancha kuchli, chunki bu go'dasiga ancha bu mashinamiz ancha zo'r. Rasxodlariga keladigan bo'lsak, shahar ichida 7 ta 7,5 ta yeydi. Eng qizig'i bu mashinamiz. Ya'ni zavod qilib obunachilarimizga ko'rsatdik, ko'pchilik obunachilarimiz ko'rishmoqchi edi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, uje dizaynlari ancha o'zgargan. Hamma funksiyalarni monitordan boshqarib ketaverasiz. Eco, Sport, hamma funksiyalari. Sizga kerakli hamma funksiyalari bu mashinamizda mavjud. Besprovодной zaryadka deysizmi, голосовой управлениялarigacha bor. Joystiklari ham uje boshqacha dizaynlarda chiqarilgan. Masalan, sizga mashina yaqinlashsam, eng qizig'i mashina detalini sensorli datchiklar ishlab ketib, monitordan ko'rsatib turadi. Mashina yaqinmi, uzoqmi, hamma funksiyalari masalan ishlaydi. Безопасность tomonlama keladigan bo'lsak, 4 ta oyna, lyuk, bagajda detskiy rejimlari bor. Agar yosh bolalar bo'lsa, agar qo'li yoki nimadir qolib ketsa, avtomatik mashina to'xtaydi. Barlariga keladigan bo'lsak, barlar ikkita tomonga ochiladi, isitadi, sovutadi, ham funksiyalari bor. Luklariga keladigan bo'lsak, luklar panorama luk bo'ladi, oxirigacha ochiladi. Ko'rsatadigan bo'lsangiz, oxirigacha ochiladi. Sidenalarni ko'rayotgan bo'lsangiz, sportkarlarning sidenasiga o'xshaydi. Nima deysiz, o'zi mametlari tekis, mana boshqacha dizaynda. O'tirganingizda kak sideni sizni quchoqlayotgandek bo'ladi. Eng qizig'i, orqa taraflari ham ancha keng, masalan, bemalol oilaviy haydab yurishga menimcha yaxshi mashina. Mashinamizni pultiga ko'rayotgan bo'lsangiz, pultlari ham ancha neobычный dizaynda chiqarilgan. Bilmadim, menga pultlari ancha yoqdi. Chunki dizayn ham bunday qo'lga ushlaganda ham boshqacha. Stolga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz ham chiroyli turadi. Keling endi kameralarni, poni anaqalarni monitor to'g'risida ozgina ma'lumotlar beramiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mashinamizda 360 gradusli kameralar ham mavjud. Buni ko'rayotgan bo'lsangiz, ancha tiniq ko'rsatadi. Tepa, yon hamma resurslarni masalan ko'rsatib beradi. Masalan, ayollarimizga yoki singlimizga sovg'a qiladigan bo'lsangiz, ayollar masalan qiynalmaydi. Chunki hamma bu mashinada sensorli datchik, undan tashqari 360 gradusli kamera, hamma narsalari mavjud. Menimcha o'tgan inson qiynalmay bemalol haydaydi. Ayol kishi bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi, bemalol haydab yuraverishadi. Mashinamizda klimat kontrol deysizmi, hamma funksiyalari bor. Sizga kerakli eng qizig'i mashinamizda masalan pultdan zavod qilib qo'yadigan bo'lsangiz, yozdami, mashinaga o'tirguningizgacha ancha o'zini sovutib turadi. Bu funksiya ham masalan kerak. Har bitta klientimizga masalan palon pulga mashina olasiz, bu funksiyalari bo'lmasa uyat bo'lsa kerak. Ko'pchilik obunachilarimiz so'rashardi, голосовой управление bormi deb turib, mana kelinglar, hozir birga ishlatib ko'ramiz, keyin ko'ramiz. Привет, совесть. Закрой люк. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana lyukni yopganimda, mana lyuklarni yopib beryapti. Голосовой управление yaxshi ishlaydi. Orqada o'tirgan odam ham masalan bemalol ishlatsa bo'ladi голосовой управление. Kelinglar, orqa taraflarini bitta ko'rsatamiz. Ko'pchilik obunachilarimiz aytishardi, orqasi tor deb. Yo'q, mana orqasi ancha keng, chunki nimaga unaqa deyapman? Men o'zimning bo'yim 1.80.
Mana orqada o'tiraman, mana oyog'im bemalol cho'zib o'tirsam, masalan, orqaga mana oyog'im tizam tegib qolmayapti. Orqadagi komfortlari ham ancha ko'p. Nimaga desanglar, orqada mana konditsioner o'zining deflektorlari bor. Undan tashqari USB portlari ham bor. Bemalol orqada o'tirgan odamga ham komfortli ketadi. Голосовой управлениyaning o'zining knopkalarigacha bor tashi. Orqadan turib masalan голосовой управлениyalarni ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yerda o'zining veshelkani qo'yib qo'yadigan narsalarigacha bor. Ya'ni bu pulga, bu mashinaga qanaqa komfortli kerak o'zingizlar aytinglar. Bemalol o'tirsanglar, ko'jalari yaxshi bo'lsa, голосовой управление hamma funksiyalari bo'lsa, ya'ni eng qizig'i mashinamizda Android CarPlay, Apple CarPlay'larigacha bor. Simsiz bemalol ishlatib ketsanglar bo'ladi. Bular endi bitta bagajini ham ko'raylik. Obunachilarimizga orqa bagajlarini ham ochib ko'rsatamiz. Orqalari elektronika bo'ladi. Ya'ni operatorimiz bizga qarashaveradi. Orqa bagajlari ancha keng. Bemalol bozorliklar qilib turib, to'poliga chiqsanglar bo'ladi, narsa-parsalarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Bagaj deydi, o'zining ограничительlari bor, zapaskalari ham bor. Undan tashqari mashinamizga metan, propan bemalol ustanovka qilsanglar bo'ladi. Muammosiz yuraveradi. Detskiy rejimlarni ishlatib ko'ramiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, detskiy rejimlari ham ancha yaxshi ishlaydi. Undan tashqari hadovoy taraflarni ko'p obunachilarimiz so'raydi. Akalarimiz hadovoylari qanaqa ko'rsatmaysizlar deb turman operatorimiz. Hadovoylarni ko'rsang, hadovoylari bularniki ko'rsanglar alohida ketgan O'zbekiston luboy yo'llariga to'g'ri keladi. Tog'ga chiqasizlarmi, bemalol. Masalan, G'adir-burda yo'llarda yursanglar ham orqada o'tirgan odam bemalol komfortliroq ketadi. Undan tashqari mashinamizda sensorli datchiklari ham bor. Mana ko'rsatayotgan bo'lsangiz, kameralarigacha bor. Mana sensorli datchiklari. Bemalol masalan, akalarimizni ayollariga olib berishadigan bo'lsa ham xotirsiz bemalol berishsa bo'ladi. Nima uchunki mashina polni hamma taraflama kamera, sensorli datchiklar bor. Qiynalmay bemalol haydab yurishadi. Mashinamizga to'lov usullariga keladigan bo'lsak, naqd to'lov, avtokredit, rassrochka, trading xizmatlarimiz ham mavjud. Mashinaning tan narxi 344 million 500. Bitta pasport evaziga bir kunning ichida 12 viloyatga bemalol chiqarib beramiz. Undan tashqari mashinamizga yana 10 millionlik bonusimiz ham mavjud. Kelasizlar, test drive xizmatlarimiz ham bor. Kelib haydab ko'rasizlar. Ranglardan muammo yo'q. Kelishadi, o'zligiga yoqqan rangi qilib beraveramiz. Manzilga keladigan bo'lsak, mashina bozoriga kelib turishdagi birinchi avtosalon, navigator Yandexga yozadigan bo'lsanglar, yangi Sergeli 42 deb yozasizlar. To'g'ri, siz Sergeliga kelasizlar. Batafsil ma'lumotlarni olish uchun quyidagi nomerlarga telefon qilinglar. Kol operatorlarimiz batafsil ma'lumotni berishadi. Siz Sergeliga kelsanglar, menejerlarimiz har bitta mashinalarimiz to'g'risida batafsil ma'lumotlarni berishadi, to'lov usullarini ham tushuntirib berishadi. Undan tashqari yana bonuslarni ham qilib berishadi. Siz Sergelining YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Qiziqroq videolarning hammasi o'sha yerda bo'ladi. Keyin safargi videomizda qanaqa mashina chiqishini kommentariyalarda yozib ketsanglar, test drive'larni ham qilamiz mashina to'g'risida. Polni obzorlarni qilib beramiz. Ko'rishguncha xayr.